Assalomu alaykum, aziz nuroniylar, qadrli otaxon onaxonlar. Bugun siz bilan pensiya jamg'armasidan olinayotgan nafaqalaringizga tajovuz qilayotgan, sizni ma'naviy va moddiy qiynalishlarga olib keluvchi yangi, g'ayriinsoniy bir qaror haqida batafsil so'zlashamiz va bu vaziyatdan qanday qilib qonuniy ravishda chiqib ketish yo'llarini ko'rib chiqamiz. Tasavvur qila olasizmi, umringizni mehnat bilan o'tkazib, yurt ravnaqi uchun barcha kuchingizni ayamay sarflab, endi nihoyat xotirjamlikda dam olayotganingizda, davlatning ayrim vakillari sizning cho'ntagingizga qo'l solishga jur'at etmoqda. Bu haqiqatan ham achchiq haqiqat. Yurakka og'riq soladigan, kishini ranjitadigan holat. Axir sizlar bu yurtning toshini terib, gishtini terib, paxtasini ekib, zavodlarni qurib, ne mashaqqatlar ko'rdingiz. Butun umringizni shu vatanga, uning farovonligiga, farzandlaringizning baxtiga bag'ishladingiz. Har biringizning peshonangizda qancha mehnat izi, qo'llaringizda qancha qadoqlar bor. Sizlar bu jamiyatning tirgaklarisiz, uning faxri va g'ururisiz. Bobo-buvlarimizdan meros qolgan qadriyatlarga ko'ra, keksa avlod doimo ehtiromga, e'zozga loyiq bo'lgan. Ular oilaning, mahallaning, jamiyatning ustuni sanalgan. Bugun esa keksalik gashtini so'raman deganingizda sizdan oz ulushingizni majburiy tortib olishga harakat qilishmoqda. Bu adolatdanmi? 30 yilmi, 40 yilmi, hatto 50 yildan ortiqmi? Qancha mehnat stajingiz bor? Qaysi sohada ishlagansiz? Qaysi zavodni qurgansiz? Qaysi ko'prigi ustida ter to'kkansiz? Izoh qoldiring, biz bilaylik qancha faxrli insonlarimiz borligini. Sizlar yaratgan boyliklar evaziga bugungi avlod yashayapti, rivojlanayapti. Shu sababli sizdan tortib olinayotgan har bir tiyin sizning mehnatingizni kamsitish bilan barobar. Bu kabi muhim ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik, huquqiy savodxonligingizni oshirish va o'zingizni himoya qilish yo'llarini o'rganish uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki sizning huquqlaringiz har doim himoyada bo'lishi kerak. Biz esa shu yo'lda sizga doimiy yordam berishga tayyormiz. Qadimdan mahallalarimiz o'zining ahilligi, bir-biriga yordam berishi, oqsoqollarning donishmandligi bilan dong taratgan. Mahalla bu shunchaki joy emas, bu bir oila, bu bir vatan degani. Biron bir muammo tugilsa, mahalla ahlining o'zi birgalikda yechim topgan. Katta-kichik masalalar oqsoqollar kengashida, nuroniylar maslahati bilan hal qilingan. Hech kimdan majburiy pul yigilmagan, har kim o'z xohishi, imkoniyati darajasida, ixlos bilan xayr-ehson qilgan, mahalla obodligiga hissa qo'shgan. Bunday yordam, bunday ko'mak chin dildan chiqib, barakotli bo'lgan. Ammo hozirgi vaziyatga qarang, yangi qonun, aniqrogi, tashabbusli byudjet haqidagi 33-sonli qonun qabul qilingach, mahalla raislari deyarli cheksiz hokimiyatga ega bo'ldilar, deyish mumkin. Bu nima degani? Bu degani endi ular sizning har bir pensiyangizdan har oy 45 ming so'm miqdorida majburiy to'lov undirishga vakolatli emish. Aslida bu pullar hududni obodonlashtirishga sarflanadi degan bahona qilinadi. Vaholanki bu pullar kimning hisobidan yigilyapti? Umr bo'yi ter to'kkan, hozir esa har bir tiyinini hisoblab yashayotgan keksa avlod vakillarining cho'ntagidan. Bu qanday adolat? Keling, bitta oddiy misol keltiraman. Hayotda o'ziga toq, katta farzandlari yordam beradigan, pensiyasi ham nisbatan yaxshiroq bo'lgan insonlar bor. Ularga 45 ming so'm unchalik katta mablag' bo'lmasligi mumkin. Lekin aksariyat pensionerlarimiz ahvoli qanday? Bir umr kolxozda paxta terib, galla ostirib, bolalarni tarbiyalagan, bir o'zi yashaydigan 60 yoshli havas momoni tasavvur qiling. Uning pensiyasi 1 million so'mdan salgina oshib. Har oy o'ziga kerakli dori-darmonlar, oziq-ovqat, kommunal xizmatlar uchun to'lovlar qiladi. Uning kunlik hayotida har bir 500 so'mning ham o'rni bor. Endi uning pensiyasidan majburiy 45 ming so'm olib qolsalar, bu uning uchun katta yo'qotish bo'lmaydimi? Bu uni bir hafta davomida qandaydir oziq-ovqat mahsulotidan mahrum qilishi mumkin. Yoki o'sha dori-darmonlarga yetmay qolishi mumkin. Uning ahvolini kim o'ylaydi? Yoki 70 yoshga kirgan, bir umr ustozlik qilgan Akmal otani olaylik. Uning xotini kasalmand, o'zi ham surunkali xastaliklarga chalingan. Pensiyasining deyarli yarmi dori-darmonga ketadi. Farzandlari o'z tashvishlari bilan uzoqda. Mana shu Akmal otaning og'ir ahvolida uning pensiyasidan majburiy to'lov undirish insoniylikdanmi? Aynan qaysi toifadagi pensionerlarimiz eng katta xavf ostida qolmoqda desak, birinchi navbatda nafaqa miqdori eng kam bo'lgan, oilasida boquvchisi yo'q yolg'iz keksalar.
Shuningdek, surunkali kasalliklarga chalingan, doimiy dori-darmon iste'mol qiluvchi, tibbiy xizmatlarga muhtoj bo'lgan nuroniylar ham bu majburiy to'lovdan eng ko'p aziyat chekadigan toifaga kiradi. Ularning har bir so'mi o'z hayoti uchun kurashga xizmat qiladi. Bu pul ularning dori-darmonlariga, isinishiga, bir burda nonga ketadi. Shuningdek, bolalariga yoki nabiralariga yordam berishga intiladigan, o'zining kichik pensiyasidan ham ogil qizlariga ulush ajratadigan mehribon buvi va bobolarimiz ham qiynaladi. Ularning har biri jamiyatning eng himoyasiz qatlami bo'lib, ulardan pul undirish nafaqat qonunsizlik, balki insoniylik mezonlariga ham zid ishdir. Ba'zi bir kategoriyalar, ehtimol, davlatning ijtimoiy dasturlari doirasida nafaqalarga biroz qo'shimcha mablag' olishlari mumkin. Masalan, urush faxriylari, nogironligi bo'lgan shaxslar yoki alohida xizmat ko'rsatgan nuroniylar. Ularga beriladigan har qanday imtiyoz, har qanday ko'mak nihoyatda muhim. Ammo bu yangi tashabbusli budjet qonuni barcha pensionerlarni bir xil qolipga solib, ularning imkoniyatini inobatga olmay, ulardan majburiy pul undirishga qaratilgani bilan xavflidir. Bu holat allaqachon iqtisodiy qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgan millionlab nuroniylarning ahvolini yanada og'irlashtiradi. Sizning mahallingizda ham shunday holatlar bo'lyaptimi? Siz bu kabi majburiy yigimlarga qanday qaraysiz? Bunga munosabatingizni izohlarda yozib qoldiring. Biz sizning fikringizni bilishimiz muhim. Ehtimol, sizning orangizda ham umr bo'yi halol mehnat qilib, endi bu kabi nohaqlikka duch kelganlar bordir. Sizning hayotingizda shu kabi vaziyatlar bo'lganmi? O'zingizni qanday his qilyapsiz? Bu masalada nimalar qilmoqchisiz? Fikrlaringizni kutamiz. Endi esa eng muhimi, bu vaziyatdan qanday qilib qonuniy va oqilona yo'l bilan chiqib ketish haqida gaplashamiz. Birinchidan, yodda tuting, hech bir qonun sizni o'zingizning pensiyangizdan majburiy pul to'lashga majburlay olmaydi. Pensiya bu sizning shaxsiy mulkingiz, u davlat tomonidan sizga kafolatlangan ijtimoiy to'lovdir. Pensiya jamg'armasi bu mablag'ni sizning hisobingizga o'tkazadi va u sizning ixtiyoringizda bo'lishi kerak. Hech kim, hatto mahalla raisi ham, qonuniy asoslarsiz bu puldan bir tiyin ham olib qolishga haqli emas. Agar mahalla raislari yoki boshqa vakillar sizdan majburiy pul undirishga harakat qilsalar, quyidagilarni bajaring. 1. Qonuniy asosini so'rang. Avvalo, ulardan bu majburiy to'lovning qonuniy asosini, ya'ni bu haqda qaysi qonun yoki qonunosti hujjati mavjudligini yozma ravishda taqdim etishni talab qiling. Ularda bunday hujjat bo'lmaydi, chunki bunday qonun yo'q. Faqatgina umumiy qonunlar va nizomlar bo'lishi mumkin. Ammo u yerda pensiyadan majburiy pul undirish haqida birorta ham so'z topa olmaysiz. Agar ular biror bir qaror yoki farmoyishni ko'rsatsalar ham, uning pensiya jamg'armasi tomonidan tasdiqlanganligiga va sizdan pul undirish huquqini berishiga ishonch hosil qiling. Aksariyat hollarda bu shunchaki og'zaki buyruq yoki noqonuniy talab bo'ladi. 2. Yozma ariza bilan murojaat qiling. Agar ular pul to'lashni talab qilishda davom etsalar, sizdan majburiy pul undirilayotgani haqida mahalla raisi nomiga yozma ariza bilan murojaat qiling va unda bu talabning qonuniy asosini ko'rsatishni so'rang. Arizaning ikkinchi nusxasini o'zingizda qoldiring va unga mahalla raisining qabul qilgani haqida imzosi va sanasini qo'ydirib oling. Bu kelajakda dalil bo'lib xizmat qiladi. 3. Prokuraturaga murojaat qiling. Agar yuqoridagi choralar natija bermasa va sizga tahdidlar boshlansa, masalan, imtiyozli ko'mir, yo'qdan mahrum qilish, temir daftardan chiqarib tashlash bilan qo'rqitishsa, darhol Bosh prokuraturaning hududiy bo'limiga yozma ariza bilan murojaat qiling. Ular qonuniylikni ta'minlashga mas'ul bo'lgan oliy organ hisoblanadi. Sizning arizangizda vaziyatni batafsil bayon eting. Kimlar sizdan pul talab qilganini, qanday tahdidlar bo'lganini ko'rsating. 4. Xalq qabulxonalariga murojaat qiling. Prezidentning xalq qabulxonalari ham fuqarolarning murojaatlarini qabul qilish va ularga yordam berish uchun tashkil etilgan. Siz u yerga ham yozma murojaat qilishingiz mumkin. Bu murojaatlar yuqori instansiyalarga yetib borishi shubhasiz. 5. Pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Sizning pensiyangizni bevosita pensiya jamg'armasi to'laydi. Agar mahalla raisi pensiyangizdan majburiy ushlab qolishni talab qilsa, pensiya jamg'armasiga ham bu haqda xabar bering. Ular pensiya mablag'larining maqsadli ishlatilishini nazorat qilish kerak. 6. Temir daftar masalasi. Sizni temir daftardan chiqarib tashlash bilan tahdid qilishlari mutlaqo asossiz va noqonuniy. Temir daftar ijtimoiy himoyaga muhtoj, kam ta'minlangan oilalar va shaxslar uchun mo'ljallangan.
Agar siz haqiqatan ham temir daftarga kiritilgan bo'lsangiz, bu sizning shaxsiy huquqingiz. Sizning majburiy to'lovni rad etishingiz sizni bu daftardan chiqarishga asos bo'la olmaydi. Bu tahdidni ham prokuraturaga murojaat qilganingizda arizangizda qayd etishni unutmang. Yodda tutingki, sizning sukutingiz ularning noqonuniy harakatlariga yo'l ochadi. Har biringizning o'z huquqingiz bor va bu huquqni himoya qilishga sizda to'liq asos bor. Sizning jasoratingiz, sizning qat'iyatingiz boshqa nuroniylarga ham namuna bo'ladi. Qonun barcha uchun bir xil, uning ustida hech kim turmaydi. Davlat organlari esa aynan mana shu qonunlarga rioya etishni ta'minlashi shart. Aziz vatandoshlar, umringizni bag'ishlagan, har bir toshi uchun ter to'kkan, ertangi kuniga umid bilan yashagan bu jamiyatda sizga shu kabi majburiy to'lovlar yuklatilishi adolatdanmi? Mehnat bilan topgan, yillar davomida yiqqan nafaqangizdan begona qo'llar tomonidan majburiy mablag' olinishi sizga qanchalik og'ir botadi? Bu nohaqlikka siz qanday javob berasiz? Sukut saqlab, indamay chidaysizmi yo'qmi? Izohlarda o'z fikringizni bildiring. Biz sizning yoningizdamiz va har doim yordam berishga tayyormiz.